Hammaga assalomu alaykum. Mana Eskishaharda yana bitta hovli sotiladi. Ko'kli Kalon 6. Adres mana shunday chiqqanda chap tarafga bo'lsangiz, уже Lobby House chiqadi. Mana shu ko'chadan, past ko'chadan shunday kirdiz, Ko'kli Kalon 6-uy, 1 sotix joy sotiladi. 2 etajli, 3 ta xonasi bor. Bismillahirrohmanirrohim. Ichkariga kiramiz. Oshxona. Chimaga tapa? Mana bu oshxona. Hammom xonasi. Mana shu yerda ikkita uy bor ichkarida. Mana ikkinchi etaj ko'tarilsa yana bitta uy bor. Общий площадь 1 sotix. Kim agar qiziqsa bemalol kontaktlarni qo'yib ketaman. Telefon qilinglar. Torgasmi? Torgasmi? Bestorgmi? Narxi. Nefretmi, nefret? Qancha pul? Narxi 80 ming. Savdolashib bo'lmaydi, shu oxirgi narxi ekan. 80 ming. Ha, Eskishahar endi gostinitsa uchun zo'r joy. Mana ikkinchi etaj ham bu. Yashash uchun ham sharoitlari bor. Agar mehmonxona qilaman desangiz ham zo'r sharoitlari bor. Shunaqa uy kontaktlarni pastga qoldirib ketaman.